ham bilar yürek sirin, dostlar küler endi gülüm. Bulundu da sevgi yolum, begonemiz, begonemiz. Hay hay demen can yengeler, saçılmasın zar tenkeler. Şimyanır alayım yanar, yar yılsa, yar yılsa. Yılamadım, oylamakım ki bu günler hamı terk eder, kıynama eğdil. Azap çekmeyin, bari o'tkinchi bilgin. Hali javob berar hammasi ey ko'ngil. Yig'lamadim, o'ylama ko'ngil. Bu kunlar ham o'tar ketar, qiynama ey dil. Azob chekmagin, bari o'tkinchi bilgin. Hali javob berar hammasi ey ko'ngil. Hasratlarım kökka yeter, yağmur yağar günü boyu. Dilim yığlar günü boyu, toyun günü, toyun günü. Dostlar bilan mayxonada to'langaydir sevgi xuni. Alamlardan oynab beray, to'ying kuni, to'ying kuni. Va'dalar berildi yolg'on yolg'on, sevgini bilmagan u yaron, u yaron. Yurakda qoldi-ku armon, armon. Bu qalbga bormikan darmon, darmon. Va'dalar yolg'on yolg'on, sevgini bilmagan u yaron, u yaron. Yurakda qoldi-ku armon, armon. Bu qalbga bormikan darmon. To'y kechasi qulim dema, bo'lgaydirman ishqni quli. O'ldirsagar shuldirsen men tugay. Qolgaymisan, qolgaymisan.
do'stim ayt nega holing parishon alamdan yuraging ezilyaptimi go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi ishingda unum yo'q uyingda tinchlik ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi u ham yetmagandek og'ir kuningda ey yaqin do'stlaring yuz buryaptimi siqilma mehmondir tanangda bu jon ham ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham izlasang topilar har mushkulga iloj gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham sandanam mandanam undanam bundanam bizdanam zo'rdanam qolar bu dunyo kamdanam ko'pdanam kengdanam tordanam yo'qdanam bordanam qidirma xato mehmondir tanangda bu jon ham ko'p uchrar yo'lingda yaxshi-yu yomon ham izlasang topilar har mushkulga iloj gar zamonga boqmasang boqmas zamon ham sandanam mandanam undanam bundanam bizdanam zo'rdanam qolar bu dunyo kamdanam ko'pdanam kengdanam tordanam yo'qdanam bordanam qidirma xato Eringiz kelsa o'zlariga tushuntiramiz. Dadasi. O'zlari ham keldilar. Assalomu alaykum. Sizni so'rab kelishdi. Va alaykum assalom. Men tadbirkorman. Mahalla raisining aytishi bo'yicha sizni ancha yillik haydovchilik tajribangiz bor ekan. Shuning uchun bizni yangi tashkil qilingan korxonamizda haydovchi bo'lib ishlasangiz degandik. Mana bu mashina sizga. Rahmat. Tabriklaymiz. Hozir kelsalar aytamiz. Ke o'g'lim. Tinchlikmi? Mana qara o'g'lim, davlat menga order beribdi, tuzalib ketishim uchun. Yo'q, oydanam yildanam ma'lummas balodan qazodan dardi bedodan huzursiz xatodan asrasin xudo siqilma ishlaring yurishmasa ham do'stlaring yoningda turishmasa ham kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham siqilma hali zo'r kunlar keladi yo'qotganlaringning o'rni to'ladi buguncha boriga shukr qil shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi Sinfdoshimiz Anvar ishlardi. Ko'rib kelamizmi? Qo'ysingchi. Nima shundoq ham ishimiz Bizning aybimiz emas-ku, qurilishda ishlasa. nima qilasan? O'zi ishimiz ko'p bo'lsa. Do'st sifatida aytdim, ko'rmadinglar. Boshliq sifatida aytaman. Anvarni ko'rib kelamiz. Ketdik.
Dars bormi? Burda? O'zingmisan? Nima qilyapsan? Ey, rahmat odam bo'lsang, senga yarashmaydi do'stim. Yaxshimisan? Tuzukmisan? O'zing yaxshimisan? O'rtoq, Ha, do'stim. bir kun mansabimdan ajralib, yoningga yordam so'rab kelmasligimga kim kafolat bera oladi? Ha, to'g'ri. Rahmat senga. Ko'rishmaysanlarmi? Yaxshimisizlar, bolalar? Mayli do'stim. O'zingni ehtiyot qil. Hali sizni do'st bildimmi? Xom sut emgan bandayu sodda qalbim chuv tushni hech qilmaydi kandaya. Sinalmaganga sir berib attang qilmay ne qilay. Bedil kimsaga dil berib qanday minnatdor bo'lay. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday, essiz ishonch oqibat ham yuzin burib ketganday. Tili biru dili boshqa, amalingiz bo'lakcha. Adashibmiz do'st tutunib, yo'lim boshqa yo'lakcha. Do'st deb yonib yurardim. Do'st qani vafoying. Do'st deb yonib yurardim. Bilolmadim. Endi men sizni kimim deb atay. Do'stim deyolmaganday, dushmanim deyman qanday. Xayollar u savollar yigit ko'nglim ezadi. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday. Mana va nihoyat mehmonxona ham seniki bo'ldi. Buning uchun senga katta rahmat do'stim. Arzimaydi. Bu ishda seni ham xizmating katta. Yaxshi insonsan do'stim. Yaqinda tanishgan bo'lsak ham do'stim deysan. Ha, chunki sen o'zing ham yaxshi odamsan. Rahmat do'stim. Mana orzuyingga ham erishding. Mana shu mehmonxona seniki bo'ldi. Rahmat, aytganing kelsin. Ha, o'rtoq, ana endi mana shu mehmonxonaga o'zing boshqaruvchi bo'lasan. Yonimda turasan, faqat menga yordam berasan. Rahmat. Bir bechorani boshini silayapsan. Butun umr bu yaxshiligini unutmayman. Host WS notification. Sen o'zi yurelsiz tashlayman demak, mana bu hozir ham bo'lgan. To'g'rimi? Ha. Faqat shuni olib tashlashdan bo'ldimi? Ishlatib ko'rasiz-da endi. Ishlatib qarab ko'ring-da. Nima ishlayapti, qanaqa javoblar kelyapti. Ishlatib ko'ring-da. Notification yaratishingiz kerak. Ko'z Natasha deyapti-ku. Kim? Nima? Bahodir. Mana shu kimniki shu? Ishlamayapti internet. Bahodir manimcha databazani o'zi yozganingiz yaxshi bilgan, chunki meniki ham hali tekshirilmaganda Bahodir. Men qilib qo'yganman, lekin tekshirilmagan. Tashlab qo'yaveraman, shundan qarab ko'rib qilaverasiz endi. Baribir videoga olishingiz kerak-ku. Tashlab qo'yaman. Databazalarni ro'yxatga tushirgan.
kechaga qayerda qo'yaman? Sizga tashlamagandim kodlarni. Sizga bo'ldi kodlarni. Data bazdan yozgan oldim sen abi. GitHub'da oldu o. İşlemayapti Samarqandda. Yo'q, Samarqandda. İşlemayapti. To'g'rimi? Turibdi. Ma'lumni qanaqa bo'laymi? Bilaverasizmi? Data bazani Postgres'ni o'ylashim kerak. Qayerdan ocharman buni? Siz doim yordam berasiz. Lekin menga narsalarni tashlab bermaysiz. Xafa bo'ldim. Nima qilyapti? Tashlab deyapti. Lekin menga tashlamagan. Nasirniki, Nosir qanada? Endi o'tdim-ku endi. Uchandan onda qolmasin. Shuda. Bizga bo'ladi, o'tsak bo'ldi, uka. O'tsam bo'ldi, yiqilmadim. Yiqilganlarni eshitdim. Shu. Bitta ham shu qolgan yaxshi. Yaxshi bo'ladi shu. Plugin qildim dedi. Oz qo'ygaraman. Videoni qo'ygaraman. Yaxshi. Docker tugatdim. Yomon edi lekin. O'rtada S bilan boshlangan bitta so'z aytganlar-a, shu so'zni eshitolmayman. Eshitdingizmi? Service.m. Tamam. Eshitmay qoldi sizga,
Ishlab olganlar-da o'sha joy. Mana sen ham o'sha narsani ishlatgansan, notification qilish kerak ekan. Faqat shu narsani chiqarsa bo'ldi ekan. Manda ana shu bermayapti. To'g'ri tashlagan. Ha? Bermayapti-da, tashlachi. To'xta, buni boshqa proyekt bunday qilsam ham ishlasa kerak-a?